Ota-onamni, yaqinlarimni Umra safariga jo'natmoqchiman. Hikmat Travel'dan narxlar qanaqa bo'lyapti? Nima yangiliklar degan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa bu videoga bitta like bosib, hali kanalimizga obuna bo'lib qo'yganlarga birinchilardan bo'lib videolarimiz chiqadi. Sizlar ham videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rmoqchi bo'lsalaring, sizlar ham like'larni bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, Xudo xolasa sizlar birinchilardan bo'lib ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Sizlar uchun Xudo xolasa bugun yangiliklar bor ekan. Videomizni oxirigacha ko'rib tursalaring, chiroyli qilib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Bugun Abdug'ofur akadan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, obunachilarimiz uchun qachonga qaytdan reyslar bor, narxlar qanaqa bo'lyapti, sharoitlar qanaqa, to'lov masalalarni bitta tushuntirib bersiz aka. Xo'p bo'ladi. Reyslarimiz Xudo xolasa 1-avgust, 3-avgust kuni Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Keyin 5-6-avgust kuni Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Bularning narxini $895 qilib beramiz. Zo'r. Agar yo biz vodiydan boramiz, vodiydan ham reyslaring bormi deydiganlar uchun 1-avgust kuni va 5-avgust kuni Namangan Madinadan reyslarimiz bor. Buni narxini $965 qilib beramiz xudo xolasa. Zo'r. Bemalol aloqaga chiqib joylaring bron qilsalaring bo'laveradi. Xo'p, sharoitlaring qanaqa deydiganlar uchun sharoitlarimiz xudo xolasa yaxshi. Gostinitsalarimiz 4 yulduzli, joylashuvlar 5 kishilik, 4 kishilik joylashuvlar bo'ladi. Ayollar alohida, erkaklar alohida bo'ladi xudo xolasa. Gostinitsalarimiz uzoqligi Madina Munavvarada 200-300 metr, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi bir gostinitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushasizlar xudo xolasa. Lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi xudo xolasa. Xo'p, endi to'lovlar masalalari deydiganlar uchun to'lovlarimizni xohlasalar ofislarimizga kelib to'lov qilinglar. Respublikamiz 3 ta viloyatda ofislarimiz bor, Toshkent, Farg'ona, Andijonda bor. Yo bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun mana shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqib pasportlaringni tashlab bersalaring, joylaringni bron qilib qo'yamiz. Aeroportga borib hisob-kitob qilib uchib ketaverasizlar xudo xolasa. Zo'r, gap yo'q, xudo xolasa. Mana sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar berdik degan umiddamiz. Agar sizlarda qanaqadir savollaring bo'ladigan bo'lsa, ham bemalol pastdagi raqamlarga WhatsApp orqali, Telegram orqali, oddiy telefon orqali ham bemalol telefon qilsalaring bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Aytib o'tganimizdek, Hikmat Travel'ga obuna bo'lib, like'larni bosib qo'ysalaring, yangiliklar birinchilardan bo'lib ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Bu videoda Umra safariga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha